Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Neoston zavodi ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini boshladi. Aziz do'stlar, biz filta quyish jarayonini negiziga yetib keldik. Bizning zavodda filta quyishdan tashqari qum va shebe mahsulotlari ham ishlab chiqariladi. Siz yaqinroq keling. Oddiy misol, o'zimizda ishlab chiqarilgan shebenlar ko'rsatishimiz mumkin. Qumlar ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Va bundan tashqari filta quyish jarayonining negizi shu yerdan boshlanadi. Ketdik, zavodda obzori shu yo'sinda ko'rsatib olib boramiz. Bizda 3 ta karyerimiz bor. Shuni hisobiga qumlarimiz qizil qum, oq qum chiqadi. Shebenlar razmeri yirik, katta, o'rta razmerdagi 3 xil razmerda shebenlar chiqaramiz. Bundan tashqari o'zimizda zavodimiz bo'yicha asfalt zavod ham bor. Asfalt yetkazib berish va bosib berish xizmatlari ham mavjud. Shuning uchun bizda asosan ishlab chiqarish mahsulotlari o'zimizda bo'lganligi uchun bizda tayyor mahsulotdan hech qachon muammo bo'lmaydi. Zavodimiz ob'yomi katta, shuni hisobiga biz qo'rqmasdan ayta olamiz, ancha-muncha katta zakazni olishimiz mumkin. Bizda ikkinchi etapda armatura kesish va armaturani xolifga to'g'irlash jarayonlari boshlanadi. Asosan zagatovka jarayoni. Zagatovka jarayoni 2 xil bo'ladi. Cho'zib tayyorlanadigan filtalarimiz bor va karkasli filtalar bo'ladi. Filtalar shu holatda ikkiga bo'linadi. Bu setkalarimiz filtaning yuqori qismiga qo'yiladi. Sababi yuqori qismida sifat chiqishi uchun. Bu yoq tomonda ko'rsatadigan bo'lsak, armatura shaybalash jarayoni va bu yoqda tayyor bo'lgan armaturalarimiz. Armatura 2 xil holatda tayyorlanadi. Halodni holatda tortiladi, sovuq holatda. Narigi tomonda qizirilgan holatda tortiladi. Shuni hisobiga armatura 28 sm gacha cho'ziladi va bu filtani mustahkamligini ko'tarib boradi. Hozir tayyor qolifdagi zagatovka qilib qo'yilgan narsalarni ko'rsatamiz. Filtalarimiz 2 xil holatda quyiladi deb tushuntirganimdek, bu yoqda mana karkas filtalarimiz, asosan bularning ichida 10 lik armatura bo'ladi. Bular 2 metrdan boshlab 460 gacha bo'lgan razmerlarimiz karkas holatda quyiladi. 460 dan 730 sm gacha bo'lgan razmerdagi filtalarimiz armaturasi cho'zilgan holatda quyiladi. Hozir quyishga bu tayyor holatdagi qoliflarimiz, bu yoqda quyish jarayonlari ketmoqda. Quyish jarayonlari tugagandan keyin har bir filtalarimiz parxonaga tashlanadi. Parda 8 soatdan 10 soatgacha 80 gradus darajada parda quritiladi. Har bir filtani parda quritmasa sifat marka berish jarayoni pasayishi mumkin. Shuning hisobiga standartdan chiqmagan holatda har doim har bir razmerdagi filtalarimizga par beriladi. Do'stlar, bizning zavodda ishlab chiqariladigan filtalarning razmeri 2 metrdan boshlab 730 sm gacha bo'lgan barcha turdagi filtalar ishlab chiqariladi. Filtalar eniga, uzunligi 120 ligi va 1 lik razmerdagi filtalarimiz mavjud. Mana bunisi 1 lik razmerdagi filtalar shu holatda quyiladi va tayyor holatga yetib keladi. Bizda ishlab chiqariladigan bloklarimiz 3 xil razmerda bloklarimiz bor. Uzunligi 240, 120 va 80 lik razmerdagi bloklar quyiladi, mijozlarimizga yetkazib beriladi. Azizlar, undan tashqari bizda tayyor bitom mahsulotlar ham mavjud. Bizda M100 markadan boshlab M600 markagacha tayyor bitom mahsulotlarni barcha xaridorlarga yetkazib berishga texnika va barcha qulayliklarimiz mavjud. Do'stlar, mana qisqacha zavodimizning obzori bilan tanishib chiqdinglar. Quruvchi hoji akalarimiz va usta akalarimiz aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxlarda sizlarga albatta skidkalarni e'lon qilamiz. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.